ekan yer. Ha, dadam uyg'onib qoldi dedi, qayerga boramiz? Ketdik, cho'milgani boramiz, 3-turbaga. 3 bo'lmaydi, yugurib ichariga boraylik. Undan ko'ra basseynga boraylik. Jinni biz davrimizda basseyn bo'lmagan, ketdik 3 Ay, issiq ekan, to'xtash. Bolalar, ish qilinmay uyga borgunimgacha sachim quriydimi-ku? Hayır, quriydi. Ha, bo'pti, ketdik. Ketdimi labim ko'kargani? Yo'q, ozgina bor. Bormi? Senlar ham ko'proq borish uydagilaring bilib qolar cho'milganingni. Bolalar meni futbolkam qurmayapti, dadamdan so'ramaganman, so'kadi. Uyga borganingcha qurib qoladi. Ani qurib qolammi-ku? Quriydi. Qurmasa senlarga qurib olaman-a? Ha, bo'pti. Bolalar, soatam 4 bo'lib ketibdi, hozir borsam dadam rasa so'kadi. Agar borganimdan keyin dadam so'kmasa, imkon savdo markazlarida zo'r yangilik bo'layapti. Endilikda imkonda konditsioner, muzlatgich va sovutgichlarni barcha modellarini zavod narxida xarid qilish imkoniyati bor. Shulardan bittasini dadamga olib sovg'a qilmoqchiman. Aksiyasi bo'lsa 31-maygacha davom etishini ham bilaman. Yetkazib berish va o'rnatib berish xizmati ham bepul. Maka, mayakka ke. Qayerdan kelyapsan? Ko'chani boshida futbol o'ynayotgandim. Aldama, cho'milgani borgansan. Voy, men cho'milmadim, dada, ko'chani boshida edim. Cho'milmadingmi? Yo'q. Mana cho'milibsan-u. Maka. Dada, cho'milmadim. Maka. Yirtiq pul beribdi. Mayli, bu ham pul, ichiga tiqib olaveraman. Qancha bo'ldi-ku pulim? Ya, oxirida sanayman, barakasi o'chadi. Kimga tarqatmadim? Qornim ochib ketdi. Oshdan yeb qo'ysam kamayib qoladi. Go'shtni yeb qo'ysam hech kim bilmaydi. Salom alaykum. Osh olib chiqdim. Osh olib chiqdingmi? Go'sht qani buni? Go'sht yo'q. Nimaga? Ayam go'sht olib bermadi. Men oshim go'sht yo'q bo'lsa pul beraysizlar? Ha, mayli beraman. Men bu xayrli sanga. Oshimiz pishgan yo'qdi. Olib kirib ketaver. Shart emas. Muhim pul oldim. Mana shu yerga o'tirib shunday pullarimni sanab olaychi. Voy, kamu. Marib tog'alarimnikiga osh tashib o'taman. Keyin pulim ancha ko'payib qoladi. Hayitli to'pladim. Endi ertaga oshnalarim bilan hayotga chiqib maza qilib, gag-gu qilib oshnalarim bilan aylanib kelaman. Yes. Aya, men oshnalarim bilan hayotga aylangan chiqib ketyapman. Ishlatib chiqmaysan? Nimaga? To'plagan pulingni ishlatib qo'ymagin. Uf, men to'plagan pulimni hayotda oshnalarim bilan ishlatib kelaman deganman. Hamma oshnalarim chiqib ketyapti, men ham chiqaman. Chiqaveraman. Ey, u qizlarning o'yinchoq ekan, jinnilar. Sen nech pul to'plading? 11 ming. Senchi? 15 ming. Men 20 ming to'pladim, senlargidan ko'p ekan. Sen nima olasan? Putli mashina olamansan borida. Senchi? Men o'qli pistolet olaman. Voy, dedikimisan, men to'plagan pulimni yana to'playman deb imkonga borib turib, ayamga konditsioner olib beraman. Kakras hozir imkonda juda ham zo'r aksiya ketyapti. 30-iyungacha konditsioner, muzlatgich va sovutgichlarni zavod narxida xarid qilsang bo'ladi. Bundan tashqari imkondagi barcha mebellarga 10% gacha bo'lgan skidkalar e'lon qilingan. Bu aksiya esa 20-iyungacha davom etadi. Jetski bo'lmasdan pullaringni kerakli joyga ishlatishgan. Avoyon katta olib qopti. Bo'pti, men ham putli mashina olaveraman ekan, yur. Bolalar nima o'ynaymiz? Tez aytish. Counter o'ynaymiz. PlayStation o'ynaylik undan ko'ra. Jinnimiz, ham biz paytda PlayStation bo'lmagan, ketdik Sony o'ynaymiz. Turish. Sizlar yoshliginglarda nech pul hayotli to'plagansizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yoshlik sani o'ylamagankan, ertaklarda so'ylamagan. Bolalar, achchiq gilos pishibdi. Baqlashga solib turib, ko'pay bilan ezib maza qilib suvini ichaylik. Undan ko'ra blenderga solaylik, osonroq bo'ladi. Jinnimi, bu bizni paytda blender bo'lmagan, u baqlashga solamiz, jinni. Men baqlashga ketaman. Necha yetaman? Sanchi? Ana 17 gilos bor ekan, shu gilosdan yeymiz. Yuringlar. Ketdik. O, bola olib chiqdinglarmi? Baqlashga olib chiqdim. Necha payt olib keldim? Sen ham bilanim olib chiqdingmi? Mana cho'paydi-chi, buni po'stlarini achorlasa bo'lmaydi, bolalar ketdik. Ha, ketdik. Bolalar buni oppoqroq qovurish kerak-da, uni ustida chumallar yurgan. To'g'ri. Sen ham yaxshi bilasan-a? Voy. Bolalar faqat uchlarda qoldi. Gilos nima qilamiz? Ha, nima qilib terib olamiz? Terib olamiz-a? Ketdik. Voy, faqat hammasini baqlashga solamiz, yeb qo'yishmagin. Xo'p, sen ham yema. Qachonni to'ldirib olamiz bolalar buni? Ha, to'ldirib olamiz. Bitta yeb ko'raveraymi? Yo'q, iye.
Bola egasi chiqdi, qoch. Bu to'lmay qoldi, nima qilamiz bolalar endi? Bu senlarga atsa gilos bor, senlarga terib chiqaylik. Ha. Ha, bo'pti bo'lmasa, menikidan terib chiqamiz, faqat o'zim terib chiqaman. Hammamiz kirib olsak, ayam so'kadi. Ha, bo'pti, borinda tez-tez. Bo'pti, turib turishgan. Qachonni to'ldiramiz buni? Qo'limga gilos yaxshilab ishqab turib, bolalarga chiqib qo'limni kesib oldim desam, ishonishadi. Bolalar gilos teryapti, qo'limni kesib oldim. Qara bo'ldi. Bo'ldi. Aldadim bu gilos. Gilos bu. Yarim qilib chiqdim, yetami? Ha, yetadi. Bo'ldi, endi buni suvini chiqaramiz rasa. Chiqyaptimi? Bo'ldi, endi otamiz. Chiqar. Men o'taman. Men. Ana bu qoldi o'zi bitta yalab ko'rchi. Achchiq bo'lib ketibdi. Shakar qo'shaylik. Shakar qo'shaylik undan ko'ra haqiqatan shirin bo'ladi. Yo'q, gilozni biz uydan terdikmi? Buni ichiga tuz qo'shamiz. Tuz qo'shsa zo'r bo'ladi. Baqlashga mana kunda gilosing to'kib ol. Yo'q, o'zi shakar qo'ysa zo'r bo'ladi, ha, rostdan bolalar, ha? Tez-tez qilaylik-da, shakar qo'shamiz. Bo'ldi, ko'p cho'ryapsan. Gilozni men olib chiqamanmi? Ko'pini men ichaman. Men baqlashganim olib chiqdim, mana ichaman. Ami cho'pani men olib chiqdim, men ham ichaman. Ichib olsang ichgani yo'q hali. Shakar qo'shganim shirin bo'ldi, ha? Endi ertaga mo'lakidan gilos olib chiqib, keyin mo'lakidan qilamiz. Bizdan. Indinga senlar olib chiqasan gilos, bo'ptimi? Baqlashkasi bilan cho'pagini olib qo'yaman men. Keyingilarga ham yo'ramiz-da buni tayyorlab. Olib kirib qo'ydi. Uy bolalar meni qonim shu og'riyapti. Meniki ham. Seniki hammi? Meniki ham Voy, og'riyapti. meniki ham og'ridi endi. Bo'pti. Bor o'zingga. Давай! Давай, Hormaylar, biz ham futbol o'ynasak bo'ladimi? Bizni qishloqqa shahardan futbolchi bolalar kelib qoptimi? Bolni o'ynaveramiz. Faqat futbolning qonun qoidalarini bilasizlarmi? Конечно, aka, qoidalarni 100% bilamiz. Shaharda futbol 90 minut o'ynaladi. Bizni qishloqda to'p tegasi senmidi? Ha, men. Mana to'p tegasini ayasi uyga chaqirib qo'yguncha futbol o'ynalinaveradi. Bizda 45 minut o'ynaladi, 15 minut dam olinadi, yana 45 minut o'ynaladi. Bizda mana ko'chadan mashina o'tayotganda chekkaga chiqib dam olib turamiz. Mashina o'tib ketgandan keyin yana o'ynaveramiz. Bizda maydon chizilgan bo'ladi aka. To'p chiziqdan o'tsa out bo'ladi. Bizda to'p yo ariqqa tushib ketsa, yo qo'shni uyga o'tib ketsa out bo'ladi. Bizda to'p maydondan o'tib ketsa, uni olib kelib beradigan yordamchilar bo'ladi. Bizda to'p yoqa-baqa ketib qolsa, eng duq odamga aytamiz, o'sha olib keladi. Bor to'pni olib kel. To'p tegasi. Ha, yo'q. Bor o'zi ham kilo to'p tegagan o'yinimiz bor-ku. Bizda o'yin tugasa hisob chiroyli bo'ladi. 2-1, 2-2, 3-2, 3-1. Shu ham shotmi? Bizning mahallada shot 1298, 114 bo'ladi. Men qaqta uraman. Bizda jamoada kim o'ynashligini murabbiy hal qiladi. Shu ham tarkibmi? Bizda tarkib mana qilib tuziladi. Kimga Ronaldo, kimga Messi? Menga Ronaldo. Yes! Bizni futbolda qachon sudya chuldal choladi, shunda o'yin tugaydi. Ha, bilasanmi bizda o'yin qachon tugaydi? G'ayrat, Ha, ya. uyga kel, ovqat pishdi. Ana tugadi. Olib ket to'pni. Na to'pingni. Bo'p, ko'rishamiz.